Qashqadaryodagi saunada fohishaxona ochganlar ushlandi. O'zbekistonda zapravkalar faoliyati yana cheklanmoqda. Toshkentda burun operatsiyasiga kirgan bemor vafot etdi. Yaponiyada 7,5 ballik kuchli zilzila yuz berdi. 10 yildan so'ng odamlar va robotlar o'rtasida urush boshlanadi. Shu va boshqa muhim xabarlarning to'liq tafsiloti suratdagi Haqiqat kanalining hafta dayjestida. Qashqadaryodagi saunada fohishaxona ochganlar ushlandi. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd davomida jinoyat joyi aniqlanib, fohishaxona ochganlar va xizmatchilar ushlangan. Qarshi shahar ichki ishlar organlari katta tergovchisi tomonidan holat yuzasidan jirkanchli usulda pul topayotgan ayol va erkakka nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ish natijasidan norozi bo'lgan erkak katta tergovchi bilan ko'rishib, jinoyat ishining unga oid qismini harakatdan tugatib hamda qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llamaslikni so'rab, evaziga 2000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida berishni aytadi. Xodim esa bir necha bor Jinoyat kodeksining 210 va 211 moddalarida nazarda tutilgan jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirishiga qaramasdan, huquqbuzar o'z taklifida turavergan. Bo'lib o'tgan ishlar haqida katta tergovchi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Qashqadaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi rahbariyatini xabardor qilib, jinoyatchilarga nisbatan chora ko'rishni so'raydi. Viloyat shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi tezkor xodimlar tomonidan katta tergovchining xizmatnomasida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1995-yilda tug'ilgan shaxs 2000 AQSh dollari miqdoridagi pullardan 100 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Yuqorida keltirilgan holatda pora bergan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. O'zbekistonda metan zapravkalar faoliyati yana cheklanmoqda. O'zbekistondagi metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, qo'shni davlatdagi gaz tarmog'ida kuzatilgan texnik nosozlik tufayli import qilinayotgan tabiiy gaz qisqargan. Shu sababli zarur choralar ko'rilmoqda. Xususan, birinchi navbatda aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarini, maktab, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, shifoxonalar, oliy ta'lim muassasalari, issiqlik elektr stansiyalari va boshqalarni tabiiy gaz bilan barqaror ta'minlash bosh vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarida tabiiy gaz bosimi pasayishini oldini olish maqsadida mahalliy hokimliklar bilan kelishilgan reja jadvallarga asosan metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilmoqda. Bu zaruriy choralar vaqtincha bo'lib, gaz bosimini me'yorga keltirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilayotganini ma'lum qilamiz. Holat haqida qo'shimcha ma'lumot beriladi, deyiladi xabarda. Toshkentda burun operatsiyasiga kirgan bemor vafot etdi. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi xususiy klinikaga burun operatsiyasi uchun borgan 31 yoshli erkak vafot etdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, joriy yilning 12 noyabr kuni 1994-yilda tug'ilgan fuqaro Olmazor tumanida joylashgan xususiy klinikaga chap tomonlama burun kistoz gaymariti, o'ng tomonlama o'rta burun chig'anog'i konxoblyozi va zamantir rinit tashxisi bilan murojaat qilgan. Ushbu klinika shifokorlari tomonidan jarrohlik amaliyoti o'tash jarayonida soat 12:20larda puls ko'rsatkichlari yo'qolib, yurak faoliyati to'satdan to'xtab qolishi oqibatida biologik o'lim holati yuz bergan. Respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi Toshkent shahar filiali morfologiya bo'limining joriy yilning 13 noyabr kungi 1250-sonli dastlabki ma'lumotnomasiga ko'ra, marhumning o'limiga o'tkir koronar o'lim, o'tkir anafilaktik shok sabab bo'lgani ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan marhumning o'lim sababini aniqlash maqsadida 12 noyabr kuni sudga oid tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Olmazor tuman prokuraturasi tomonidan xususiy klinika shifokorlariga nisbatan joriy yilning 29 noyabr kuni Jinoyat kodeksining 116-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bundan tashqari, dastlabki tergovda berilgan alohida topshiriqqa asosan xususiy klinika faoliyati 14/03/28 qaror bilan joriy yilning 6-dekabrdan rasman to'xtatilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Yaponiyada 7,5 balli kuchli zilzila yuz berdi. 8-dekabr kuni tungi vaqtda Yaponiyaning shimolida 7,5 magnitudali zilzila sodir bo'ldi va oqibatda 30 kishi turli darajadagi tan jarohatlarini oldi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri jurnalistlarga bergan intervyusida so'z ochdi. Odamlarning kundalik hayotini davom ettirishni istardik, ammo takroriy kuchli silkinishlar yuz bersa darhol evakuatsiya qilishga tayyor bo'lish zarur deya ogohlantirgan vazir. Uning ta'kidlashicha, bunday ehtiyotkorlik yaqin bir hafta davomida saqlanishi kerak bo'ladi. Zilzila 8-dekabrga o'tar kechasi Yaponiyaning shimoliy Aomori prefekturasi sharqida sodir bo'lgan. Epitsentr Tinch okeanida, o'chog'i 50 kilometr chuqurlikda joylashgan. Avval mahalliy seysmologlar magnitudani 7,2 deb e'lon qilgan, keyin 7,6 ga ko'targan, yakunda esa 7,5 darajani tasdiqlagan. Silkinishlardan so'ng mamlakatning sharqiy va shimoli-sharqiy qirg'oqlari uchun tsunami xavfi e'lon qilindi. Aomori, Iwate, Hokkaydo prefekturalari qirg'oqlarga 3 metr balandlikdagi to'lqin kelishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Hozirga kelib barcha hududlar uchun tsunami ogohlantiruvi bekor qilingan. Qayd etilgan eng baland to'lqin 70 sm bo'lgan. Shuningdek, zilzila sharqiy va shimoli-sharqiy hududlarda temir yo'l harakatida uzilishlarga sabab bo'lgan. Tez yurar poyezdlar harakati vaqtinchalik to'xtatilgan. Bu zilzila 2025-yil boshidan beri Yaponiyada qayd etilgan eng kuchli silkinish bo'ldi. Bungacha eng kuchlisi 9-noyabr kuni Iwate prefekturasi sohillarida sodir bo'lgan. U 6,8 magnitudali zilzila edi. O'shanda kichik tsunami kuzatilgan, ammo qurbonlar bo'lmagan. 10 yildan so'ng odamlar va robotlar o'rtasida urush boshlanadi. Yevropa 2035-yilga borib odamlar va robotlar o'rtasidagi mojaroga duch kelishi mumkin. Bu haqdagi tahlil Yevropa ittifoqining politsiya xizmati Europol tomonidan tayyorlangan hisobotda keltirilgan. Hujjatdan ayrim qismlar The Daily Telegraph gazetasi tomonidan e'lon qilingan. Europol jamiyatning kelajakdagi ehtimoliy rivojlanishini tasvirlovchi hisobot tayyorlagan. Politsiya xizmati ekspertlar fikricha, robotlar butun Yevropa bo'ylab kundalik hayotning ajralmas qismiga aylanadi va yetkazib berish, tozalash kabi turli sohalarda faol qo'llaniladi. Shu bilan bir vaqtda ijtimoiy jihatdan nochor shahar hududlarida ishidan ayrilgan odamlar norozilik namoyishlariga chiqib, noroziligini bildira boshlaydi. Hatto robotlarni do'pposlash holatlarigacha borib yetishi mumkin. Keskinlik kuchaygan sharoitda hatto arzimas hodisalar ham, masalan, shifoxonada dori belgilashda robotning xatosi milliy miqyosdagi mojaroga aylanib ketishi, inson manfaatlari ustuvorligi haqidagi populistik shiorlarni kuchaytirishi mumkin, deyiladi xabarda. Yevropol shuningdek kelajakda kiber jinoyatchilar sun'iy intellekt bilan jihozlangan robot yordamchilarini buzib kirishi va ularni axborot yig'ish yoki jinoyatlar sodir etish uchun qayta dasturlashi mumkinligidan xavotir bildirgan. Bu kabi tahdidlarga qarshi kurashish uchun Yevropol fikricha huquq-tartibot idoralari xodimlarini robotlarni muzlatib qo'yuvchi qurollar va nano granatalar bilan jihozlash zarur bo'ladi.